Mana shular hammasi o'zicha makr qilyapman deb o'ylaydi dinga. Shu bahonada mana shu bilan kamayib ketadi bu dindorlar deb o'ylaydi. Vaqtinchalik natija berayotgandek ko'rinadi ana shu makr ularni. Shu bilan odamlar qo'rqib dindan hayiqib qoladi. Hijob o'ramay qo'yadi ayollar shundan. Ta'lim olmay qo'yadi dinni odamlar shundan. Eshitmay qo'yadi da'vatlarni. Bu vaqtinchalik ko'rinishidan natija. Buni tasdig'i otang qilgan ishlarni qaraman 30 yil. Odamlarni faqat va faqat dinga chanqoq qilgan xolos. Hech dinni yo'qotib o'rgan emas. Ana shu natija ularga ziynatlik qilib ko'rsatib qo'yiladi. Mana natija beryapti faoliyatimiz deydi, ammo uzoq kelajakda esa bu aksincha ularni zararga ishlaydi. Aksincha odamlar dinga battar, ya'ni chanqoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar sabr qilib taqvo qilsanglar, ularning nayrangi sizlarga hech qanaqa zarar bera olmaydi. Alloh ular qilayotgan narsalarni qo'shib turuvchidir degan. Din bilan o'ynashib, bir marta o'yin qilib ko'radi, ikki marta o'yin qiladi, keyin indamayapti Alloh deb din bilan o'yin qilaveradigan odam mana shunaqa oxir belingni sindiradi. Bunaqangi din bilan makr qilib o'ynashish siyosati Alloh har bir shaharda bunaqangi katakon jinoyatchilarda bo'ladi deganidek, hozir ham ko'rasiz, hamma davlatda, hamma zamonda, makonda bor bu. Mana o'zimizda qarang. Hamma davlatlarda qarang. Agar hijobni taqiqlamoqchi bo'lishsa, bir hijobliga jinoyat qildirishadi. Buyurtma bilan bo'ladi bu jinoyat yoki bir ahmoqqa qo'yib berishadi shunaqangi bir jinoyat qilishligini. Endi keyin bundan keyin shu hiyla bilan hijobliklarda tekshirish, hijobga taqiq qonunlar chiqarish, ana ko'rdingmi hijobliklarga qo'yib bersak nima qiladi bular deb hamma joyda ularga yomonlik qilish, ana shu makr deyiladi. Nima? Hijobsiz qilmaydimi jinoyatni? Yoki bir odam soqollik odamga jinoyat qildirishadi. Ba'zan buyurtma bilan, ba'zan qo'yib berishadi bir ahmoq soqollikka jinoyat qilgan. Bir ahmoqlikni qilgan qo'yib berishadi. Undan keyin endi qayerda bir soqollikni ko'rsa, ana shu bahonada mana soqolliklarga qo'yib bersak ko'rdinglarmi nima qiladi bular deb o'zlaricha endi halollab olishadi. Har qanday soqol qo'ygan odamni olib kelib qamashlikni o'ldirib yuborishdi, yo'q qilib yuborishdi. Bir joyda diniy ta'lim olayotgan talablarni bir ahmoqlikni qilganini qo'yib berishadi. Bir fahsh munkarni qilganini qo'yib berishadi. Keyin ana shuni suratga olib, videoga olib, internetga chiqarib, tarqatib, ana diniy ta'limning oqibati. Bular diniy ta'lim deb bir terrorchilikni o'rgatyapti. Shogirdlari bilan deb hamma yoqda ovoza, duv gap qilib, sharmanda qilib, shu bilan dinga loy choplab, dinni masxaralab, shu bahonada diniy ta'limga taqiq qo'ymoqchi bo'lishar. Xuddiki bu jirkanchliklarni boshqa ingliz tili, rus tilini, boshqa tillarda ta'lim olayotganlar qilmayotgandek. Ular ham qilayotgan bo'ladi bunaqangi narsalarni. Kerak bo'lsa ular huquqim deb talab qilib ham chiqadi bunaqangi narsalarni. Lekin ularning maqsadi dinni shu bahonada qo'rqib olish. Mana shular hammasi o'zicha makr qilyapman deb o'ylaydi dinga. Shu bahonada mana shu bilan kamayib ketadi bu dindorlar deb o'ylaydi. Alloh aytayaptiki, senga o'xshagan jinoyatchilarni Alloh o'zi qo'yib berar ekan kalamushlarda. Kazalik ja'alna fi kulli qaryatin akabiru mujrimiha deyapti. Hamma shaharda biz katakon jinoyatchilarni shunday qo'yib qo'yganmiz. Nima uchun? Liyamkuru fiha, o'sha shaharlarda makr qilsinlar degan. Axir bundan dinga zarar yetmaydimi desa, yo'q, dinga zarar yetmaydi ekan, o'ziga yetadi zarari. Va ma yamkuruna illa bi anfusihim va ma yashkurun. Ular sezmaydi buni deyapti. Ana shu sezmaydi degan gapni ham tasdig'ini topasiz, rostdan sezmaydi. Siz hozir mana shu gapni ularga aytar ekansiz ham, yo'q. Sen aytaverasan, ko'rasan hali biz bu dinga g'alaba qilamiz deydi. Sezmaydi boplanayotgan. Alloh sezmaydi dedimi? Sezmaydi bo'ldi. Ming marta sezdim, sezmaydi. Ularga chunki makr ziynatlab qo'yilgan ekan. Ya'ni 1-2 shunaqa qilib ko'radida, keyin qarasa vaqtinchalik natija berayotgandek ko'rinadi ana shu makr ularni. Shu bilan odamlar qo'rqib dindan hayiqib qoladi. Hijob o'ramay qo'yadi ayollar shundan. Ta'lim olmay qo'yadi dinni odamlar shundan. Eshitmay qo'yadi da'vatlarni. Bu vaqtinchalik ko'rinishidan natija. Ana shu natija ularga ziynatlik qilib ko'rsatib qo'yiladi. Mana natija beryapti faoliyatimiz deydi, ammo uzoq kelajakda esa bu aksincha ularni zararga ishlaydi. Aksincha odamlar dinga battar, ya'ni chanqoq bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shuncha Alloh aytadi: "Bal zuyyina lillazina kafaru makruhum wa suddu anis sabil." Bu kofir bo'lganlarga makrlari ziynatlik qilib qo'yilgan deydi. Va ular yo'ldan to'sib qo'yilgan, ya'ni sezmaydi bu haqni yo'lini tushunmaydi ular. Bu doim aytamiz-ku, masalan bir odam isitma qilganda o'zini panadol bilan aldab yurishiga o'xshaydi. Panadol seni tuzatgani yo'q, seni aldab turibdi xolos.
dindorlarga, dinga amal qilaman deganlarga taqiq, tazyiq qo'yib, ana shu natija beryapti. Bular mana hammasi tumtarqiy bo'lib ketdi degan odam ana shunga o'xshaydi. Uxlading sen. Aldanding yaxshigina. Yaqin kelajakda ko'rasan, odamlar qanday dinga chanqoq bo'lib chiqadi. Buni tasdig'i otang qilgan ishlarni qaraman 30 yil. Odamlarni faqat va faqat dinga chanqoq qilgan xolos. Hech dinni yo'qotib o'rgan emas. Shunga o'xshash Allohni aldamoqchi bo'lish, musulmonlarni aldamoqchi bo'lish ham Alloh ularni aldab qo'yadi. Yuxodi'unalloha va huwa xodi'uhum. Bu mana shu kofirlarda yugurdek xoin ayg'oqchilari, munofiqlariga tegishli gap. O'zicha ular musulmonlarning ichiga kirib laqillatib yuribmiz bularni aldab, bu laqmalar hamma narsani gapirib yuraveradi deydi. Aslida esa seni qarmoqqa intirilishyapti. Ularni aldayotganing yo'q, aldashyapti seni. Avvalambor Alloh seni aldab qo'ygan shunday. O'zingcha dinga zarar beryapman deb o'ylaysan musulmonlarni laqillatib, o'zinggagina zarar berasan. Musulmonlarni masxara qilayotganlar ham xuddi shunday. Unga hiyla qilaman, kayd, nayrang qilaman deganlarda ham xuddi shunday. Dinga hech qanday nayrang bilan zarar berib bo'lmaydi. Alloh aytgan: "Va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innalloha bima ya'maluna muhit." Agar sabr qilib taqvo qilsanglar, ularning nayrangi sizlarga hech qanaqa zarar bera olmaydi. Alloh ular qilayotgan narsalarni qurshab turuvchidir degan. Qanaqa o'yin qilmasin dinga zarar bera olmaydi. Alloh chunki uni qilayotgan hamma kirdikorini qurshab turibdi, deyapti.